Endi tugatmoq kerak. Cho'zishdan naf yo'q. Ammo o'sha jonim kim bo'ldi ekan? Fuqaro shohid. O'zi ham juda zo'r ekanda. Parivoj sizga ibodatxonada uchraganmi? Ha. Ibodatxonaga odat bo'yicha har yakshanba kuni borib turaman. Bekinmachoq o'yin bir oydan beri davom etadi. Ha. Siz qayerda? Besiy ko'chasida. Rossiyaga qo'shni. Eshik ro'para. Bu oy ma'lum. Axir topibsiz-da. Ha, yonmag'iz kampir tumshug'ini tiqmagan joy bormi? U doimo ko'z quloq. Shunday deng. Ammo jononni eshigi doimo qulf. Lekin yarim kechada tim qora plashga o'ralib har kuni kimdir bog' tomondan jononni uyga o'tadim. Demak, sizga yo'l bor. Bo'lganda qandoq? Ko'chada ortidan ergashganingizda biron bir ishora qilmadimi qiz? Imonim komilki, ergashganimdan u hech vermadim. Aksincha, ergashganim unga yoqdi. Qirol ekaningiz biladimi? Aslo. Oddiy talabaning sodda kiyimi niqob bo'ldi meni buyukligimga. Oddiy talabaman suyukligimga. Bunday toza ishni ko'rmagan jahon. Ma'shuqangiz bari, siz esa g'ulmo. Bo'ldi. Kelishmoqda. Kimki ishq borasida sir saqlasa, dog'da qolmaydi. To'g'ri. Bu nozik ish. Kim nozik ipni uzmaymansa, talabalar uchun bilib tortadi. Go'zal Davlen xonim. Xo'sh bo'lsa nima bo'pti? Yeri emas, iblis. Men bugun xonimlarga she'r o'qib berdim. Malak ko'rsatdimi senga she'rlarimni? Men she'r o'qimayman. Ayniqsa agar qirol yozgan bo'lsa. Oddiy xalq gulga bulbulni qofiya qilib she'r to'qishni juda yaxshi biladi. She'rni Maro yozsin. Siz ishni qo'ymang. Qirol she'r boz bo'lsa juda kulgili. Qanaqachi? Xonimlarga san'at bag'ishlamoqni nimasi yomon? Bu bilan men Lovrga qanot bag'ishlayman. Hay-ho!
bu kanatdan dur tegirmon bo'lar. Kaltak yemoqchisan chog'i. Üç kapalagim konaver bir guldan ikkinchisiga. Tosse xonim yerini tashlab yolg'iz keldi. Ko'rasan hozir bilmaganda ro'molchasini yerga tushiradi. Yo'q. Garov o'ynayman. Ko'ramiz. Xo'sh. Qalay? Qoyilman, balo. Yeri bilib qoldi. Xotinmas. Shayton ilonni yog'ini yalagan ekan. Ajabo. Ana u baqalo nima qilmoqchi? Ko'nglim mashhurlamoqchi. Xotiningiz-chi? Janob oliy, siz nega u tomonga ma'yus qaraysiz? Nechun ma'yussiz? Kim sizni ranjitdi, a? Gandiraylab qopsiz hazratim. Ne gap? Naqadar baxtliman. Mening oldimda Zevs va Gerakl murdabbalayu Aliyev taqvatona. O ishq lazzati. Qanday baxtliman. Xo'sh, senchi? Ha, qisman. Sizni baxtingizga men ham sherikman. Sizga ishq lazzati. Mengacha kulgu. Qirollik ishratini surmoqlik sizdan, qurbonlarni mazax qilmoqlik bizdan. Onam ishlatishim to'liqdim yaram. Yolg'iz bekasi xalal bermoqda. Kallasi yo'q, ahmoq. U bo'lmaganda yanayam go'zal bo'lar edi dunyo. Naqadar yashash totli. Istakning haddi yo'q. Lekin qirolim ishratni qo'ymang. Mendek qulingizni ojiz fahmicha hali chin sevgili jononangiz yo'q. Qayerdan bilasan? Qiyin emas. Xotinlar sevadi tojila taxtni. Toj taxt emas. O'zimga oshiq bo'lganlar yo'qmi? Kimligingiz bilmay? Ha? Yaxshiyamki Byusse ko'chasidagi xonim ko'zlardan yiroq. Shaharlik emasmi? Xo'sh, nima qildi? Sir, ehtiyot bo'ling. Shaharlik yomon. Ular rimliklarday qattol beamon. Ularni mulkiga tega ko'rmang, qayerda bo'lsangiz izlab topadi. Kamtarroq bo'laylik ikkovimiz ham. Aslida o'zimizni amaldorlar tinch. Xotinlarim berarlar yaxshilik bilan. Degasi xonim bilan ish pishdi hisob. Qoyil. Qoyillikka qoyil u. Lekin bu yoqqa ishganda. Olib qochamiz. Yerichi? Yerini Bastiliyaga. Bo'lmaydi. Bo'lmasa amaldor qiling. Misol uchun yarsak bo'lsin. Do'stingiz bo'ladi. Yo'q. Judayam rashkchi, xasis. Sharmanda qiladi shovqin ko'tarib. Surgun qilsa bo'lmas. Pul bersa ranjir. Topdim. Ishi oson, oddiy bir chora. Siz ham tinch bo'lasiz. Hamma ham xursand. Ispaniya yoki Rim josusi deb
Bildiyiz. Ana, o'zi ham kelib qoldi. Mana shu boshnimi? Sen shuni aytyapsanmi? Qara bu kallaning tuzilishiga. Bunda na fikr bor, na bir ifoda. Hech narsa yo'q demang. Shoxi bor axir. Rostmi haligi gap? Rost. Jahli chiqdi. Qirol emas muloyim bo'lsa. Shunaqa kesib turish shart. Yo'q, men bunga yo'l qo'ymayman. Bilib qo'y buni, xo'pmi? Bunaqa xom kalla kim uchun kerak? Men uchun. Sen hali ko'rasan. Masallos. Qo'rqmayman. Bu yerda hamma dushmanim. Xo'sh, nima yo'qotar edim? Siz uchun bo'lsa bitta mazahbosni kallasi fido. Xohlang, mayli. Ezing bukur yelkamni. Zora yelkam cho'kib, qornim qappaysa, shunda sizga o'xshab semiz bo'lardim. Shoshmay tur. To'xtang. Mazax bos. Qirol ahmoq qildi ikkovini ham. Qirolga yarashmas bekorchi mazax. Qirol dilxushlik qildi. Qiziq dilxushlik. Bu mazaxbozdan o'ch olish kerak. Bo'pti. Lekin uning qalqoni mustahkam. Qanday qilsak ekan? Janoblar, uni yarasi yengil. Biz uni bog'laymiz. U hammamizni har kuni necha bor aldab ketadi. To'g'ri. Janoblar, uni jononi bor. Jononi? Ha. Bizning masxaraboz har kun oqshom bildirmay o'ranib qora plashga jononning bog'idan asti o'tadi. Agar sayr qilsak bugun kechqurun u Kossi uyining ro'parosida. Juda. Qirolning yoniga kiraman, qo'yvor. Nimaga? Qo'yvor, kiraman. Yo'q, hozir emas. Sizga keldim qirol. Sizda ishim bor. Sen valye? Ha, men. O'sha sen valye. Buni menga qo'ying. O'zim boplayman. Siz bizlarga qarshi fitna qildingiz. Odil qirolimiz kechirdi ammo. Xo'sh. Nima istaysiz yana? Xo'sh. Ayting. Yoki qizim tuqqan nabiralarim balki kuyovimga o'xshasin dersiz. Kuyovingiz xunuk, badbashara, kal, espas, ko'zi ko'r, xuddi mana u janobga o'xshash bedavo emas. Yoki menga o'xshab bukur va maymoq. Yonma-yon tursa u qizingiz bilan axir butun olam kuladi bunda. Odil qirolimiz bo'lmasa agar undan tug'ilar edi, pes nabiralar. O'ziday sap-sariq, qing'ir qiyshiq. Mana unday semiz. Yo menday bugur. Qirolga rahmat deng. Sizni qutqardi. Undan tug'iladi zotli bolalar.
ularni o'ynatib, erkalab, xursand bo'lursiz. O'zingiz badavlat, uyingiz obod. Chidadim qirol. Lekin bunisiga chiday olmayman. Ha. Men bosh qo'shgandim o'sha fitnaga. Lekin kechirdingiz. Ammo bu hayhot ekan nomus shon evaziga. Meni gunohimdan o'tgan kuningiz yo'ldan ozdiribsiz yolg'iz qizimni. Oh, qizim. Nahot men o'lim va hayot o'rtasida turgan chog'imda seni Luvrga keltirib, nomussiz qirol makr balosiga duchor qildilar. U faqat o'z ayshin ko'zlagan banda. Oh, erk evaziga bo'ldim sharmanda. Ey sen, qodir Tangrim, ey Parvardigor, nahot nomussizni qilmay san'atgor. Baxtli bo'lardim. Jallod boltasi shu saroyda uzoq soch boshimni. Faqat bu nomusdan qutulsam tezroq. Faqat el ko'rmasa qonli yoshimni. Men o'limni kutayotgan chog'imda qoshimga kelib, siz, ey noinsof zot, ne tilaysan deb so'rasaydingiz, sizdan so'ramasdim hech qachon hayot. Faqat so'rar edim meni o'ldiring, ammo oilamga rahm eting faqat. Men uchun bu nomusdan o'lim yaxshiroq. Boshimni kesing-u, urmang shapaloq. Men shunday derdim. Ashurlik qizim, ibodatxonada mening ruhimga aza ochar edi qora kiyini. Ammo harom qilmas edi o'zini. Men shunday derdim. Qizimni qaytarib bering menga demayman. Chunki ketgan nomus qaytib kelmaydi. Mayli, u siz bilan qolsin. Men uchun sizdan boshqa biror ota, er yoki aka qasos olar bir kunmas bir kun. Men esa goho oldingizga kelib turaman. Shunday sayillarda bo'lib turaman. Maqsadim buzilsin ayshu ishratingiz. Maqsadim ko'rinsin jinoyatingiz. Vijdoningiz azob cheksin o'shanda. Har bayram tashrifim bo'lmaydi kanda. Mening bu qasoskor ko'zim tufayli boshimni kesarsiz, mayli, roziman. Ammo mening ruhim dahshatli soya qo'lida. Shu bosh bilan mudom kelib, sizga bermas tinchlik va orom. U gunoh qildi, bag'oyat og'ir. Ushlangar uni. Qariya nozik. Ikkovingizni ham qarg'ishim ursin. Qirol zoti uchun sharmandalik ish, yarador arslonni itga topshirish. Senchi, sen kim bo'lsang ham ey maraz inson, ota alamidan zavq olgan shayton, qarg'ish ursin seni.
bilingki qirol keksalik qirol toji bilan teng. Shuning uchun so'zlashdim barobar turib. Men ko'nglimda borini aytdim. Sizni himoya qiladi qonun, lekin qasos olar Tangrim men uchun. So'dir. Mayda yo'q. Menga da emasman. Adashyapsiz So'dir. Menda qilich bor. Yo'l to'sarman degan. Joyizdan qo'zg'almang. Bu mening ishim. Lekin bizga aziz sizning sha'ningiz. Qani tanishaylik. Foydamiz tegar. Sizning yoringizga bitta olifta ko'z olaytirmoqda. Rashk yomon narsa. Bosh maqsad. Maqsadmi? Ozroq pul bersang, haligi olifta yo'qotiladi. Juda soz. Men sizga do'st ekanligimni keyin bilasiz. Yaxshi, tushunarli. Foydali odamga o'xshaysiz. Balli, oila nomusining himoyachisi. Xo'sh. Bitta odamni gumdon qilishga kuchi yetadimi? Qiroldan boshqa. Xo'sh. Qanday tartibda ish ko'rasan? Qiladi So'dir. Gohida ko'chada, gohida uyda. Isi chiqmasa bas. Gohida uyda ham ishlayman degan. So'dir. Mening go'zal, ajoyib singlim bor. Tengi yo'q raqqosa, shirin so'z, chechan. Har qanday odamni avray oladi. Tushunarli. Mana So'dir, ko'rib turibsiz-ku. Bizdan boshqasini topolmaysiz. Buyuring. Tayyormi xizmatingizga? Bey. Tashakkur. Hozir xizmat yo'q. Afsus. Lekin kerak bo'lib qolsam So'dir. Otim Saltabadil. Bizlar ikkimiz ham bitta uyadan. Meni tilim zahar. Uni qilichi. Men kulgu sotaman. U esa o'lim. Chol meni qarg'adi. U gapirganda men uni masxara qildim. Ustidan kuldim. U razillik qilganim uchun yuragim g'ash bo'ldi. Qarg'ishga qoldim. Eyvoh. Bu odamlar qattal tabiat kundan kun qilmoqda meni beshafqat. Masxaraboz bo'lmoq, badburush bo'lmoq, naqadar dahshat. Naqadar dahshat. Menda na bir kasb va na bir hunar. Kulgu. Faqat kulgu. Eyvoh. Bir jonli zot, hattoki maydonga haydalgan sallot
ochlik azobidan qiynalgan gado, surgundagi g'arib, zanji qul hatto yig'lashga haqqi bor jondan to'yganda. Mengachi yig'lash man etilgan. Oh, derdi alamlar. Çekiling birdam. Shu eshik oldida men boshqa odam. Barcha uqubatlar, o'kinchlar nari bo'lsinlar. Ilohim shu uydan nari. Qizginam. Seni ko'rsam qochar g'amlarim. Baxtiyorman bo'lam. Shodman sevgilim. Kundan kun yaxshiroq. Kundan kun suluv bo'lyapsan qizginam. Zerikmayman. Marhamat emas. Bu meni otalik mehrim, jon bolam. Sen yurak qonimdan bo'lgansan bundan. Sen bo'lmasang menga hayot yo'q aslo. Nega titrayapsiz? Bir gap bo'ldimi? Boshimizga tushdi yo biror tashvish? Men bilmayman bu oilamizni. Oila o'zi yo'q. Ismingiz bordir. Ismim nega kerak? Qo'shnilarimiz men tarbiya topgan o'sgan yerimda kiyimimga qarab yetim derdilar. Oh, aslida seni o'sha yerlarda qoldirsam bo'lardi. Lekin hech qachon men seni unuta olarmadim. Sen hamma narsadan azizsan menga. Hech bo'lmasa o'zingizni tanitsangiz. Uydan chiqqaning yo'qmi? 2 oydan beri boroldim faqat ibodatxonaga. 8 bor xolos. Onam to'g'risida biror nima deng. Sen uni eslama. Yuragim o'rta. Shunday ham yuzingga boqsam har safar onangning chehrasi bo'lar namoyon. Bu jahonda bo'lmas onangdek ayol. Razolat, fahsh bu dunyoda u sevoldi menday bir bukur gadoni. Va olamdan o'tdi shodlik ko'rmayin. Lekin yashaydi u g'arib ko'nglimda cheksiz mushfiqlikning timsoli bo'lib. Qabring yorug' bo'lsin mehribonginam. Sen undan yodgorsan. Baxtliman Tangrim. Nega yig'layapsiz jonim otajon? Hech bo'lmasa menga rahmingiz kelsin. Sira qarolmayman ko'z yoshingizga. Kulganimni ko'rsang ne derding qizim? Sizga nima bo'ldi? Nega g'amginsiz? Nahot yashirsangiz mendan ismingiz? Ismimni so'rama. Men otangman. Bas. Meni kimligimni bilishing shart emas. Otajon. Qizginam. Aytchi. Qizginam. Barcha nafratim zahrim evaziga seni suyaman. Aytchi. Otangni tashlab ketasan. Unutasan. Mana sen qo'limdan ushlab turibsan. Meni sirlarimni bilmaysan. Tangri menga faqat bir baxtni bermish. Boshqalarda do'st bor.
aka yo singil sevgan xotini bor, urug' aymog'i, bola chaqasi bor, qondoshlari bor. Menda yolg'iz sen bor. Kim menchalik boy? Sen meni xazinam, tanho farishtam. Birov ishonadi ulug' Tangriga, birov esa pulga, molga, dunyoga. Menchi ishonaman seni qalbingga. Sen meni onamsan, onam ham singlim. Sen meni vatanim, ishonchim, imonim, qonunim, borlig'im. Poyonsiz dunyo. Otajon, niyatim sizni umrbod baxtli qilmoqchiman. Ne bilan jonim? Axir seni boring meni baxtim-ku. Shuni o'zi yetar xasta ko'nglimga. Otajon, chiroqlar o'chmasdan avval Parijni aylanib ko'rsam maylimi? Yo'q. Sira o'ylama. Uydan chiqa ko'rma. Bilsayding sen ayol go'zalligi, pokligi uchun Parijni naqadar dahshatligini. Bu yer ishrabozlar, buzuqlarga kon. Yolg'iz qizginamga yomon ko'zlardan o'zing panohingda asragin Tangrim. Endi so'ramayman, sayrga ruxsat. Nega yig'layapsiz? Qayg'udan emas. Kecha haddan ziyod ko'p kulgan edim. Vaqt o'tmoqda. Endi borishim kerak, boshim tuqqani yana bo'yin turuqqa. Tez qayting. Qizgina. Ixtiyor o'zimda bo'lsa kosh deydi. Berarda. Meni bu yerda ishim ko'rmadim. Eshiklar qulf. Shundoq ham bu yerlar qadam bosmas yer, So'dir. Tashqari eshikni qulflab oling. Yaxshi. Sof havoga chiqsam maylimi? Yo'q. Hamma yerda yomon ko'zlar bor. Bizni qulf ostida saqlamoq nechun? Yo, biror tashvish bormi? Xavf bormi? Xavf bor, qizgina. Masxara borsin. Qizi bor. Bu judayam soz. Ibodatxonaga borgan kuningiz hech kim orqangizdan ergashmadimi? Nimalar deyapsiz, So'dir? Xotirjam bo'ling. Agar bir gap bo'lsa qattiq qichqiring. Albatta. Yashayni hech kimga ochmang. Ochmayman, kelsa ham hattoki qirol So'dir. Ayniqsa qirolga. Yaxshi. Har narsadan qo'rqar ota bechora. Nima sabab ekan tahlikasiga? Sho'rlik keta turib yig'ladi hatto. U juda mehribon. Balki biz unga kecha bo'lgan ishni aytsak bo'lardi. Qorong'i kechadan o yigitning orqamizdan qolmay ergashgan. Aytsak bo'lardi.
Nega? Kerak emas. Otangizni o'zi biroz g'alati. Yo yigitchani yoqtirmaysizmi? Men nega? Aksincha. Bu yigit bilan ikki marta uchragandan beri yuragimda qandaydir otash yonadi. Kecha-yu kunduz paydo bo'ladi u ko'zim o'ngida. Uning yodi meni tark etmas sira. Qanday kelishgan, qanday muloyim, qanday botir. Ko'zlari uchqun sochadi. Ta'zim qildi menga, qanday ajoyib. U tengi yo'q yigit. Unda mardlik bor. Shahlo ko'zlarida samimiylik bor. Ulug'vorlik, yana tengsiz saxiylik. Ko'zlarida o't bor. U chin bahodir, u barno, u tanho, har ishga qodir. Qanday kelishgan? Muloyim, mayyin. Qomati kelishgan. Qomati shamshod-ku. Ko'zlari, yuzlari, qoshlari, lablari. Gapiring. Yoqar menga bu suhbat. Zoti ulug'. Kiyimlari bashang. Tugmalar oltin. Kerak emas zoti oliylar. Menga yoqar o'sha oddiy talaba. Mayli qashshoq bo'lsin. Ishonchim komil. U oddiy talaba. Qani tezroq kelsa yana yakshanba. Uni bir bor ko'rsam. Hijronga aslo yo'q toqatim. Yodimda hamon. Ibodat tugagach yonimga keldi. Eslasam yuragim urib ketadi. Ishonaman, u ham meni eslaydi. Uning ham ko'nglida mening xayolim. O'zga biror qizga boqmaydi aslo. Iymonim komil. Qani edi? Faqat tushim emas. Faqat xayolda emas. O'ngimda shu on. Uni ko'ra olsam. Mana men. Blanche azizim. Mana men. Berardi qayerga yo'qolding? Men borman-ku. Ikki. Sevaman so'zini sendan eshitay. Qani gapir jonim, eshitay sendan. Qo'rquvni tashla. Qayerda kelding, Sudar? Osmondan. Mening muhabbatning farishtalari sevgi qanotida bu yerga keltirib qo'ydi. Rahmingiz kelsin. Tezroq keting. Odamlar ko'rmasdan bo'lib. Keting. Shunday go'zal jonon. Farishta solga nasib etganda men seni tashlab ketay. Yo'q. Sen menikisan va men senikiman. Aytding-ku o'zing. Hamma gapni eshitdim. Eshitganda qandoq? Bunday so'zlarni men mangu tinglamoqqa tayyorman. Bo'ldi. Keting. Hamma gapni aytingiz. Ikki taqdirni bir-biriga jamlashtirdi. Tole yulduz. Meni muhabbatning buyuk tangisi bu yerga yubordi. Yosh yuragingga sevgi otasini tashlamoq uchun. Qani ayt. Nima mangu bu foniy dunyoda jangu jadallarning shuhratimi? Yo'q. Yoki keng jahonning fotihi bo'ldi. Bu ham mangu emas. Axir o'lim haq. Blanche azizim. Dunyoda faqat bir narsa abadiy. U ham bo'lsa muhabbat. Kel azizim jonim. Axir sen shu baxtni kutganding doim. Muhabbat bolari, hayot esa gul. Kel kaputaron. Men bilan birga bo'l. Baloya, balo. Qani ayt. Sevaman so'zini yana bir bor sendan eshitay. Bilasiz, axir eshitdingiz. Jonim. Tamom bo'ldi. Yo'q. Baxtli bo'lursan. Siz begona-ku. Kimsiz? Albatta, zodagon yoki amaldor bo'lmasangiz kerak.
otam ulardan judayam qo'rqadi. Mana, ko'rib turibsan-ku. Men na zodagonim va na amaldor. Men go'shamay, oddiy talabaman. Kamtar va qashshoq. Yolg'onni ham yamlamay ketar ekan. Birinchi aman degan. Yana bir bor eshiting. Jonim. Yolg'onni ham yamlamay ketar ekan. Doktor. Mana tuz. Qadam sharbasi. Tezroq yo'qoling. U tezroq daryo tomonga qochib qolsin. Meni unutsan-ga. Sevaman banku. Aldayapsiz. Yo'q. Kel. Vidolash oldidan bir bo'sa oling. Keting. Ana o'sha jonon. Deding zo'r ekan. Sen yutdi bozning. Xo'sh. Endi nima deydilar? Bay. Qoyil. Ana qaddi qomat. Nahotki shu yor bo'lsa Tribulyoga. Opa mug'ambire. Bu ko'rning rizqi. Uzumni shirinini it yeydi doim. Janoblar, ish bunday. Xo'sh. Tribulyadan o'ch olishga fursat yetishdi bugun. Tribulya. Endi bir yo'la o'ldirib ketamiz bu masxara bozni. Yo'q. Xo'p deng, bilasizmi? Bu nur ustiga nur. O'ldirsak-ku, so'ng kimni mazar qilamiz? Ayrilib qolamiz. Tayyor ermakdan. İşini beliga tepishi mumkin. Yo'q. Buyog'ini menga qo'yib berasizlar. Boplayman. Jim. Oy Tribulya. Kim bu? Biz ko'pchilikmiz. Kim? Men Marroman. Maro? Nega keldingiz? Ovga chiqqan edik. Marhamatli qirolimizga Dekossi xonimni o'g'irlash uchun. Juda soz. Bo'yningni uzaman. Makka. Ko'ssani uyga qanday kirasiz? Kalini ber. Mana kalit, chekkasida muhr ham bor. Baliq surati. Bu Kossani muhri. Gap shu. Semizni xotinini o'g'irlash bo'lsa, men ham sizlardan. Niqob bering. Yaxshi. Mana. Niqoblanib ol. Mana bunday yurasan. Yoqqa yur.
qilishib qolsa-chi. Bo'g'ilib ketdim. Meni qarg'ishdi. Jonni qarg'ish. Qani? Bu yerdami? U yerda o'sha masxarabozning yori. Bukurni o'ynashini olib qochdik deng. Balki xotinidir. Baribir emasmi? Ammo taajjubki, Bukurda oila borligini bilmas ekanman. Hozir ko'rasizmi? Albatta hozir. Buncha ko'p titramang. Qo'rqmang, oyim qiz. Qirol o'sha yigit. O Parvardigor. Boshimga. Kim bo'lmaydi? Sening oshq zoring. Sen meni sevgan. Kel, to'yib quchoqlay, sog'indim jonim. Yo'q, yo'q, tegmang menga. Fikrim chuvaldi. Kimsiz? Qirolmi yoki go'sha? Shafqat qiling menga, kim bo'lsangiz ham. Shafqatni men emas, sen qilgin menga. Go'sha maya bo'lib niyat ekan bo'lsam, qirol bo'lib ham takror aytaman. Qanday sevgan bo'lsam, o'tar kulbada, bu yerda ham xuddi shunday sevaman seni. Sayillar, o'yinlar, ishrat bazmlar bizniki bo'ladi, ishonchongina. Sevgi nash'asini suramiz ikkov. Er xotin bo'lamiz, oshiq ma'shuq. Bu zamonda faqat o'ynagan qolar. To'g'ri aytgan ekan ulug' donishmand. Bu dunyoda o'yna, yor vasliga to'y. Qo'yvoring. Qani mening orzum. Tamom bo'ldi. Qanday baxtsizman. Baxsh azizim. Tegmang. Esanmi men kim? Men ulug' qirol. Butun Fransiya mening izmimda. Qirol bo'lganda sen qirolicha bo'lursan. Axir siz xotiningiz bor. Ma'shuqa bo'lganmi hech qachon xotin? Evoh. Qanday nomus ma'shuqa bo'lmoq. Ko'p mag'rur ekansan. Bilib qo'yingki, menga faqat otam buyruq bera olar. Mening qirolim u. Hali shundaymi? Otang meni bukur masxarabozim, xizmat qiluvchi qul. Shuni unutma. Yaxshimiz. Qul. Hech qachon. Seni xafa qilib qo'ydim. Kechir. Ming tavba. Shunday go'zal jononni ko'nglim og'ritib, shunday shahlo ko'zlardan yosh oqizguncha har qanday yigitni o'lgani yaxshi. Qo'yvoring. Kel. Yarashuv belgisi, bir o'pich so'ra. Qo'yvoring meni.
Bechora qiz. Voy qirab! Beri keling. Nima gap o'zi? O'g'ri panjasiga tushdi qo'zichoq. Sho'rlik tribuli. Kim? Mana o'zi. Sezib qolmasa bo'lgani. Yo'q. U faqat men bilan gaplasha oladi. Chunki kecha men bilan gaplashgan kechasi. Kim? Kelyapti. Kesinlar tribuli, kesinlar janoblar. Xo'sh, qo'shiqqa shunday band qo'shamiz yana. Xo'sh, Marselni ko'rib burbon dedi lashkarga. Kim chiqar bizni bu on qarshi olanga? Kesinlar tribuli, kesinlar. Uyda ham bo'lmadilar. Shod keldilar. Uyda ham bo'lmadilar shod. Yashavar tribuli, yashavar. Tushunardi. Bular hammasi Nima yangilik bor olamda tentak? Nima yangilik bor? Olamda tentak. Olamda yangi gap yo'q ekan demak. Qo'lingizdan bir ish keladi. Faqat sil bo'ladi. Sizga kim bo'lsa ulfat. Maro. Zamtimani tim bo'ldimi? Shamollamadingmi kecha? Nima? Ha? Xursandman. O'yin qanday tugadi? Qanaqa o'yin? Tun bo'yi tush ko'rmasdan dal qotib uxladi. Qanaqa o'yin? Demak, uyda eding. Kecha men ko'rgan arvohing ekanda. Tushunarli. Qirol chiqmadimi? Yo'q, chiqqani yo'q. Janobi oliyni o'yg'otib qo'yma. Xo'sh. Keling, Modragon. Meni ulug' qirolichamiz yubordilar. U zot qirol bilan gaplashmoqchilar. Janob hali turganlari yo'q. Bekor gap. Axir u kishi hozir sizlar bilan birga edilar. U kishi hozir ovda. Janob, ovda emas. Ulug' zot hech kimni qabul qilmaydi. U kishi band. Bildimi? Qirol yonida! Javob ber. Siz Kosse va piyan Monparansiya bir yon bir to'da shayton til biriktirib bo'yinga oling. Kecha uyimdan olib qochdingiz bir ovsani. Siz ham bor edingiz janob Pardalyan. Buni siz bu yerga berkitgansiz. Ha! Bukrining o'ynashi pariyvoshmikan yo o'zidek maymoq? Iblis! O qizim! Ha! O qizim! Kuling janoblar. Nega jim qoldingiz? Yo meni dardim sizni hayronlikka soldimi? Qiziq! Dardni qilsin bukir masxaravozda. Otalikni qilsin.
Axir bo'ri ham bola ko'radi-ku. Voy, o meni qizim, bering qizimni. Siz yutdingiz. Mendan o'ch oldingiz. Bas, yetar. Mayli odamlar mazaxlab kulsin ustimdan. Bariga turaman. Bering qizimni axir shu yerda. Aqldan ozdi. Hoy siz. Magruh bandalar. Saroy manaylari yo'l to'sar zotlar. Qizimni, otalik sha'nimni yerga urdingiz. Sizda bormi zarra nomus, diyonat? Menga taskin berar bir narsa. Qirolimiz shunday beorki, unga saroy xonimlari barchasi o'ynar. Bu dargohda ayol sha'ni ikki pul. Erlik nomuschi. Azaldan abas. Unga xotiningiz qo'shib qo'yibsiz. Qarayting. Sozim yolg'onmi? Yo'q. Rost. Unvon, martaba, yog'liq joy uchun sen tuqqan onangni, sen o'z opangni, sen xotiningni sotishga tayyor. Siz oqsuyaklar, eng oliy zotlar, ulug' ajdodlarni sizlar vorisi. Nomus! Menday faqir bitta sho'rlikni qizini o'g'irlab bag'rini ezma. Nomus, nomus! Ayting, yoki onangiz halol tug'maganmi? Tilingni tiy! Qani, qirol bergan pul. Axir qizim uchun qirol sizlarni naqd pul bilan rozi qilgandir. Balki qirolingiz voydan pul berib rozi qilamiz deb otasini ham. Yo'q! O'lganaversan bunday nomusdan. O'lganaversan bunday nomusdan. Ana meni qizim. Axir o'sha yerda qaytaring hozir. Qaytaring deyman. Qaytaring. Yig'layapman. Yig'layapman. Maro. Sen meni bog'lading. Qoyilman. Ustalik qilding. Deding bor yigitsan. Sen ham men kabi qaribsan-ku. So'yla qizim qayerda? Mayli bu ablatlar kulsin. Axir sen bilan toifasi emassan. So'yla qizim shu yerda-ku. Nega kimsan? Gapir! Jimsiz. Kulyapsiz. Ya Rabbi!
Uni nimasini sevding, tushuntir menga. O'zim ham bilmayman. Bu dahshat. Bu mumkin emas. U ham sevadi. U qanday nodonsan. Ha, qasam ichgan. Bas. Uni ablahligini o'z ko'zing bilan ko'rsang afsus qilarmiding? Qarachi qizim. Ana u. Senga tanishmi? Qayerga qochyapti? Menga ikki narsa kerak. Xo'sh. Qadah va jon. Bugun zahar bo'lar ichgan sharobing. Menga qara oshna. Qilichingni tashqariga chiqib tozalab kelsang bo'lardi. Shularni pichoq shartlangan. Kelishib olaylik. Nima qilamiz? Uzoqqa ketma. Beri kel jonim. Gapim bor. Nima deysiz? O'tgan hafta bu yerga Tribole bilan birga keldim-ku. Seni ko'rib shaydo bo'lib qoldim. Shundan beri ko'nglimda yo'q orom. Qolgan 20sini unutdim deng. Bu 20 ni bittasi ham kaminaga yoqmagan. Vaqtincha. Rost. Bu xarob kulbaga kelib, xarob taomlar yeb, xarob sharoblar ichib, ilk bor umrimda baxtiyor bo'ldim. Garchan jonga tegdi badqavoq akang, bu kecha shu yerda qolganim bo'lsin. O'liging qoladi. Qo'yavering. Qo'ymayman. Esingizni yig'ing. Esim joyida. Sulaymon aytgan gibi yodimda. Yorni sev va to'yguncha o'p. Bir bo'lsa. Masmisiz? Sevgidan masman. Turmush quramiz. So'z bering. O sevgilim, ne kadar shaddodsan. Endi o'ch olishga ne deysan qizim? Ne kadar rezillik. Muzduk. Sharmanda. Kechagina menga ishq izhor qilib, bugun sen yuragini boshqaga beribsan. Yurak bormi o'zi unday ko'rtasizmi? Jim. Endi gapni qo'y. Yig'lama qizim. Yig'ini menga qo'yib ber. Mayli. Siz aytgancha bo'lsin. Tezgina uyga bor. Ko'proq pul olib, yigit kiyimini kiy. Otga minib tezda Evriyaga qarab uch. Men bir kundan keyin yetib boraman. Aytganimni qil. 1 soatdan keyin qizim bu yerda dahshat yuz beradi. Bor. Sizchi? Men borsam bo'lmaydi. Bor qizim. Tezda ko'rishamiz. Mana xamir ichidan patir. Men
Bu kecha shu yerda qoladimi u? 1 soat o'tmasdan jala qo'yadi. Uni ketkazmaydi jalabajonim. Men yarim kechada kelaman. Nega? Men o'zim boqlayman. Siz aralashmang. Jasadni senaga tashlayman, tamom? Yo'q. O'zim tashlayman. Sharaf quyosh kulgusi, maydan kelar gulgusi. Bunday qaddi qomat, bunday yelkalar dunyoda bormikin gumon qilaman. Senga qarayman lol bo'lar ko'nglim. Tangri qudratiga tahsin o'qiyman. Xo'sh kelsa nima bo'pti? Bir soat o'tmasdan jala qo'yadi. Xo'sh quysa nima? Men bugun shu yerda qolaman. Tamom vassalom. Yana nima istaysiz? Amr farmoni qirolning o'zi-ya. Bu yerda qolib oilangizga nima deysiz? Meni oilam yo'q. Joyni ko'rasizmi? Ko'raman. Hozirmi? Albatta hozir. Marhamat. Hop. Xayr. Sog' bo'ling. Mizg'ib olsammikin bisot oldidan. Juda muloyim. Ajoyib. Ajoyib bo'lganda qandoq? Yo'qsa olarmidim 20 oltin. Qancha? 20 ta. Ko'pga arziydi. Naqadar dahshat. Ko'nglim bir falokatni sezyaptir. O'sha kulbada yolg'iz qoldim nechun? Kechiring ota. So'zingizdan chiqdim bugun ilk marta. Mana men bu yerga keldim. O qanday dahshat. Nimalar bo'lmoqda aqlimga sig'mas. Sevgi meni tamom qilmish devona. Rost ekan. Sevgi otashi dilni yondirar ekan to kul qilgancha. Mana u kul qildi ko'nglimni. Evoh. Osmon ham dardimga ish bo'lib yig'lar. O falak. Niye uchun yaratding ishqni? Nimalar bo'lmoqda? Nega turibman? Balki uni hozir o'ldirmoqchilar. Aka. Nima deysan? Aka. Bu yigit jannat gulidan ham chiroyli ekan. Meni sevib qoldi. O'ldirma uni. O'ldirma uni. Iso payg'ambarday uxlab yotibdi. Bekorchi gapni qo'yginda. Yaxshilab qop yasana u bo'zdan. Ayt. Senga yomonlik qildimi? Yo'q. Nima edi? U yigitni ko'ruv. U bukurni ko'r. Bunisi farishta bo'lsa, unisi iblis. Lekin o'sha iblis menga pul to'laydi. Aka. Unday bo'lsa,
O'sha bukurni o'zini saranjom qilib qo'ya qol. Bo'ptimi? Menga qara. Men kimman? O'g'ri yo yo'lto'sarman? Axir insofdanmi? Naqd pulni olib, buyurgan odamni o'zini o'ldirsam? Bekor aytibsan. U o'ladi, tamom. Yo'q! O'zini uyga chiqaman. To'xta! Nima qilsam ekan? O'gancha bo'ldi. Eshikni qoqqan birinchi yo'lovchi odam o'rniga qurbon bo'ladi. Mayliga. Lekin bu yomg'irda qaysi ahmoq kelar ekan? Balki kelib qolar. Nima qilsam ekan, otam qo'lga tushib qolishi mumkin. O'lmoq istamayman, yo'q. Nima qilsam ekan? Hech kim kelmadi. Bas. Kutish befoyda. Aka! Yo'naka birpas tur. Biroz turgin, birpas. Sen begona qiz yig'layapsan. Men-chi? Qarab turibman. Usiz tiriklik menga nega kerak? Demakki, o'lim. Sevgim uchun o'lay. Endi kutish bekor. Yo'limni to's. Aka! Ana, eshik taqiladi. Shamol qo'yib yubor. Ana! Kim u? Joy bormi? Bechora. Oching. O'z oyog'i bilan kelganini ko'r. Parvardigor, sening huzuriga ketyapman. Ularni kechirdim. Ikki xona ham. Otanglar. Otajon, siz ham kechiring. Meni vaqir olmang. Men uning uchun jonimni beryapman. Kechiring. Qotilimni ham. Och. Nihoyat vaqt keldi. Mana al-qasos. Shu onni bir oydan beri kutardim. Bir oydan beri men bir nafas tinmay niyatim yashirib yurak tubida orzu qilar edim. Nihoyat yetdim. Ko'p o'tmay shu eshikdan hali olib chiqadilar jasadni. Garchi biroz vaqt bor. Keldim ertaroq. Shu
shu eshikka to'yib qarayin dedim. Osmon ham ko'nglimda xanda urmoqda. Men bu on naqadar ulug' odamman. Qarang. Halok qildim qanday qirolni. Jahoniy qirg'ini osoyishtalik. Axir emasmidi shuni qo'lida? U o'ldi. Mamlakat yo'qotdi tinchim. Men bir mixni olib qo'ydim-u, zamin muvozanat yo'qotdi bugun. Qo'zg'alar shaharlar, qo'zg'alar butun Yevropa o'ziga tayanch qiladi. Agar Parvardigor so'rasa yerdan, ayt, kim bo'ronlarga tashlamuş seni? Kim? Buyuk Papa mı? Doria? Yoki Buyuk Karl? So'yla Hristiyan musulmon olamin qo'zg'atgan kimdir? Sezar mı? Sultan mı? Va yoki Iso? Kim seni mushtadek silkitib turgan? Javob beradi shunda. Tirib o'lib, quvon masxaraboz, ko'kragingni ker, seni qasosingdan titramoqda yer. Men. Odamingiz qopti. Ko'ramiz. Gugurt. Hazillashmang. Gugurt chaqib bo'lmaydi. Nimadan qo'rqasan? Soqchilar uyg'oq. Hozir chiroq yoqadigan vaqtmi? Buni chazing. Yordamlashib olaymi? O'zim. Bir kishiga juda ham og'ir. Dushmanni o'ligi og'ir bo'lmaydi. Bergan pulingizga rozi bo'ling. Chaqqonroq bo'ling. Mana o'lja o'lgan. Qarab ko'raymi? Kerak emas. Qopda ham o'xshab turibdi. Xuddi o'zi. Qara endi ey zomin, masxaraboz bilan qirol jasadi. Qanday qirolki, ulug'lar ichra ulug'i oyog'im ostida hozir. Uni daryo yutdi. Kafani ham soz. Kemani sholga solgan. Men nokar. El-yurt
ertalab nima der ekan? Shunday buyuk qirol, Valva o'g'li, qahramon, ko'ksida o'q o'tmas sovat, sonsiz qo'shinlarni jangga boshlagan, jahonni titratgan mardligi bilan. Shunday birdan yo'qolib qolsa. Yo'qolib qolganligi esim yo'q bola. Ertalab hamma ko'radi. Jarchilar qoplarda oltin ko'tarib, qirol yo'qoldi. Topib beringlar deya jar soladi. Qanday g'aroyib. Mana qizim, qasos oldim sen uchun. Ablah, so'zlarimni eshityapsanmi? Barcha taxtlaringdan qizim azizroq. U hech kimga ozor bermagan mas'ul. Senchi o'g'irlading uni nomusin. Mana qasos vaqti keldi-ku axir. Men o'zimni doim go'llikka solib kulib yurar edim, seni oldingda senchi. Meni tahqirlar eding betinim. Sen Jahongir eding. Men masxaravoz. Qani gapir. Kim yengdi? Senmi? Yoki men? Axir quling edim. Ittirding meni. Ko'zimiz ochganda qasos istagi qalbimiz uyg'onib o'ttirdi bo'lib. Xastalar kuch topar, tubanlar rivoj. G'azabdan qo'rqma, kul. U qilar bog'dir. Mushuk sher bo'ladi. Masxaravoz qotil. Sen eshitsayding bu so'zlarimni. Afsus, eshitmaysan. Bas bitti kuning. Daryo qa'riga bor. Nima bu? Ongi mulchum yo daryo shovqini aldadi meni. Eyvah! Ming la'nat! Boshqa o'qitilib qochgan. Aldandim. Qirolning o'rniga qopga tiqilgan. Bunda jasad bor. Bolam. Bolam. Qani. Qo'llarim qop-qora qon. Yo'q. Yo'q, ishonmayman. Bu aldoq sharpa. Bu mumkin emas. Bolam yo'lda. Evriga qarab ketmoqda. Bu qizim emas. Bu qizim emas.
Thank you.